Qaynonam yomon deb kelgan ayolga o'tiramanda, davay aytamiz, har shuni yomon, vashshi yomon deydi, xo'p. Chunki yomon odam bo'lmaydi. Har birimizni ichimizda ham rahmonimiz bor, ham shaytonimiz bor. Shu odam agar bu odamda faqat yomon narsani ko'rayotgan bo'lsa, demak ichida zulmat bor-da. Vashshi yomon odamni bitta bo'lsa ham yaxshi tomonini topishga harakat qilamiz deyman-da. Mana bola tug'ding. Bola tug'ganingda shu ayol qanday munosabat qildi deyman. Bu elementar narsalardan, chunki ko'z ko'rmaydi. Aytganman, nima bo'lgan? Roddomga kelganmi? Ha, kelgan. Ko'tarib nimadir ko'tarib kelganmi? Ha, ko'tarib kelgan. Keyin bolang tug'ilganda olib qaraganmi? Ha. Senga yordam berganmi? Hech bo'lmasa cho'miltirayotganda, ha, yordam bergan. Demak, unaqa yomon emas-a? Demak, nimasidir bor. Ha, sekin-sekin tushunyapsiz. Keyin yotib ovqatlantirib bolangni emizib qaraganingda atalab qilib olib berganmi? Kelin, mana buni yeb oling, novvoy choy iching deb issiq choy olib kelganmi? Mana qaraydi-da, deydi. Bo'lgan deydi. Tan olishni boshlaydi. Hozir bolang qayerda deyman. Bolam o'zi qaynonamda. Qarayapti bolangga. Обязанmi qarashga? Majburmisanki bolangni qarashga? Majbur emas. Men hisoblayman, u majbur deb o'ylaydi. Qaynonang seni bolangga qarashga vaqti majbur emas. Qaynonang senga nimadir qilishga umuman majbur emas. Lekin agar nimadir senga gapirayotgan bo'lsa, agar shuni shu pozitsiyada begona ayol menga gapiryapti demasdan, onam gapiryapti deb qaragin. Yo onang umuman urushmaganmi hayotingda? Yo sizni urushmaganmi, yo meni urushmaganmi, tayoq yemaganmi? Tayoq yemaganmisan? Men yeganman. Onadan xafa bo'lmaymiz-da, onani norma qabul qilamiz-da. Qaynonani bitta gapi bizga shunchalik og'ir botadi. Demak, nimadir borki, sen shu narsa shu gapga loyiq bo'lyapsan. Demak, nimadir borki, sen shu gapni eshityapsan. Ishla o'zingni ustingda. O'zingni ustingda ishla, shuning uchun biz nima qilamiz? Qaynonamni to'g'rilab beringlar. Qaynonam yomon, uni to'g'irlash kerak. Bo'lmaydi unaqa, hech qachon bo'lmaydi. To o'zingga qaramasang, toki o'zingni tushunmasang, hech kimni o'zgartirmaysan.